radhiyallohu anhu aytadilar, ikki narsaga ummatim e'tiboringizni qarating dedilar. Biri Qur'on, ikkinchisi asaldir dedilar. Qur'onni o'qib ummat shifo topishiga qanchalik ixlos qilsa, asalni yeb tuzalishiga ham shunchalik Qur'on darajasida ixlos qilsin. Toza asal shifosi Qur'onga tengdir dedilar. Va marhamat qilinadi Oysha radhiyallohu anhodan. Payg'ambarimiz alayhisalom qovun bilan tarvuzni arab xurmosiga qo'shib yerdilar. Va mana shu yeyilgan narsada izoh berib ketyaptilarki, birini qo'lini, birini quruqligi bosadi va birini issiqligini, birini sovuqligi kesadi. Bu ovqatlanishda mo'tadillikka e'tibor berishga ahamiyat berishimizni so'ralyapti. Ya'ni ota-bobomiz oshni turib bilan yeganda jasadda issiq ham ko'payib ketmagan, sovuq ham oshib ketmagan. Ana qanchalik sog'lom mukammal. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, homilador qizlaringizga, homilador kelinlaringizga tarvuzdan ko'proq beringlar. Tarvuzga to'ygan homilador qiz va kelinlaringizning bolalari oy yuzli bo'lib tug'iladi dedilar. Va bu bolalarning fe'li go'zal bo'ladi dedilar. Xush fe'l bolalar tug'iladi. Anas radhiyallohu anhu aytdilar, payg'ambar alayhisalom biron bitta anor yo'qki, uning urug'lari jannatdan chiqmagan bo'lsa dedilar. Har bitta anor borki, urug'i jannatga borib taqalar ekan. Qur'oni Karimda anorni Alloh rumman deydi. Mana shu anorzorlarni vasf etib turib, jannatning bog'idagi anorzorlarni Alloh bizni qarangki, jannatiga mahliyo qiladi. Anori suvini siqib ichirilganda qariyalarga, kam quvvat ayollarga mador quvvat bo'lar ekan va bu anor qon ko'paytiruvchi shifobaxsh o'simlik deb tan olingan ekan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Ey Ali, qachonki anor yesang, urug'i bilan chaynab yegin." Anorning urug'i oshqozon va me'dadagi yillab yotgan qurumlarni tozalab tushish xususiyatiga egadir. Ya'ni shlaklarni yillab yotar ekan, haligi shlaklar ruschasiga aytganda nakapleniya bo'lib ketar ekan. Mana shu narsalarni anori urug'i shilib tushib, ichaklarni tozalash xususiyatiga ega ekan. Anori po'stini ham qaynatib ichilganda hatto ich ketishga ham shifodir, ich to'xtatish xususiyatiga ega deb qarangki tan olingan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar, payg'ambar alayhissalomga Jobir radhiyallohu anhu Toif shahrining bexilaridan keltirdilar. Toif shahrini bexillaridan Rasululloh hidladilar, dimoqlari choq bo'ldi va buyurdilar: "Ey ummat, kimning qalbida g'ami ko'p bo'lsa, behi yesin. Kimni yuragiga ko'p qayg'u kelsa, ko'p mag'zum bo'lsa, behi yesin. Behi behishning mevasidir va u g'am bilan mag'zunlikni quvadi" dedilar. Shuning uchun eskitdan hamma joyda aytdim bu narsani, sizlarga ham eslataman. Eskitdan qachon eshik ochib buvilarimizni uyga kirsak, taxmonlarda behi turardi. Ya'ni men eslayman, behini doim novdasi bilan qo'yishardi buvilarimiz. Shu uyni taxmonda o'sha samovarlarni, choynak piyalalarni oldida terib qo'yilgan behilar tutib ketardi hidi. Shunaqa chiroyli hid bo'lardiki, is bo'lardiki, shu uyda eshikdan kirganingizda ruhingiz yengillashardi. Qarang, nima uchun? Bu mag'zunlikni ketkazib, behini hidi, xursandchilikni paydo qiladigan bir shifobaxsh xususiyatga ega ekan. Va zikr qilinadiki, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam ovqatdan oldin ho'l meva yenglar. Bu hazm jarayonini 2 barobar kuchaytiradi dedilar. Ovqatdan oldin ho'l meva yeyishlik hazmni kuchaytiradi dedilar. Dasturxoningizda ummatim ko'katlar bo'lsin. Ko'kat madordir, quvvat ekan. Dasturxoningizda sirka tursin. Sirka qon suyultiruvchi shifodir. Trombopol vazifasini bajarar ekan. Va bu sirka ovqatga 2-3 mahal qo'shib yeyilganda qon aylanishini inshaalloh yaxshilovchi shifodir dedilar. Va dasturxoningizda tuz tursin. Tuz ovqatdan oldin yalab qo'yilganda, ovqatdan keyin yalab qo'yilganda, bu inshaalloh qarangki antiseptik, og'iz bo'shlig'i, ya'ni milklar, tomoqda boshlanib kelayotgan shamollash, oshqozon me'dadagi yaralarni nomokob hosil qilib sug'urib oluvchi, ya'ni yarani zardobini, yiringini sug'urib oluvchi va yarani bitiruvchi xususiyatga ega ekan. Va mana hasb solganlar biladi, ichini tuz bilan yuvadi. Bu tuz insonning halqumidan yoqimsiz hidlarni arituvchi shifo ekan.
tuzni yalaganda ummatim qanchalik shifo topishini bilganida edi, dasturxonidan tuz arimagan bo'lardi dedilar. Ya'ni 21 xil dardning inshaalloh shifosini hisoblanar ekan. Xo'p, 124 ming payg'ambarni sevib ichgan ichimligi sut bo'lgan ekan. Payg'ambar alayhisalom yo qo'yni, yo tuyani sog'ib ichishni sevar ekanlar. Aksariyat holatlarda o'z qo'llari bilan sog'ar ekan. Bizni mintaqamizda sigir suti ko'p ichilar ekan. Sigir suti mo'tadil, issiqlik ham emas, sovuqlik ham emas va marhamat qildilarki payg'ambarimiz alayhisalom, qaysi ummatim sut ichsa, sutdan keyin og'zini chaysin. Bo'lmasam sut qoldig'i tishlarni yemiradi dedilar. Va marhamat qilindiki, Alloh taolo Qur'onda qasamyod qilgan ikki meva anjir bilan zaytun bo'lar ekan. Anjir balg'am ko'chiruvchi va anjirni ko'p yegan insonni hilimlik yuzaga keluvchi xususiyatga ega ekan. Ya'ni serg'azab, serzarda odamga ko'proq anjir yedirishi tavsiya qilgan ekanlar. Zaytun yashartiruvchi xususiyatga ega ekan. Va zaytunni ko'p yegan insonning olimlarimiz marhamat qiladiki, tillari zikrli bo'ladi. Alloh Qur'onda qasamyod qilgan bu mevada inshaalloh zikr xususiyati ko'p ekan. Zaytunning yog'i eng dunyodagi shifobaxsh yog' deb hisoblanar ekan. Payg'ambar alayhisalom tunda ko'zlariga ko'z og'riganda surma qo'yib yotib, badanlarini zaytun yog'i bilan parvarish qilib uxlashlari ko'p martaba hadislarda rivoyat qilingan ekan. Va marhamat qilinadiki, Ibn Sino hazratlarining kitoblarida ham nokdan ko'p yeng. Nok badanga yig'ilgan suvni haydaydi. U peshob haydovchidir deyildi. Har kuni uyqudan oldin bitta olma yeb yotishni odat qilgan odamga yurak xastaligi begona bo'ladi deyildi. Va olma kam madorlikni, kam quvvatlikni oladi deyildi. Uzum yesangiz ikkita og'zingizga soling, ya'ni duv qilib yeng. Mana shu ikkita og'ziga solingan uzum insonning jasadiga quvvat, ya'ni glyukoza vazifasini bajarar ekan. Xo'p, yong'oq bilan mayiz xotirani mustahkamlovchi shifo hisoblanar ekan va qarangki, mayizni qo'lidan kelsa bir kunda 21 dona yegan odamga kam quvvatlik, kam qonlik begona bo'lar ekan. Va aziz ayollar, tabiiy holatdaki eng shifobaxsh, hamma narsa unga joyini bo'shatib berar ekan shifobaxshlik xususiyati bo'yicha eng shifobaxsh ne'mat bu qora kunjut bo'lar ekan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda qora kunjut o'limdan boshqa hamma dardning shifosi dedilar payg'ambar alayhisalom. O'limdan boshqa hamma dardning shifosi. Xoh uni yog'ini iching, xoh yanchib turib kapotib yeng, xoh qarangki, uni ezib turib asalga qorib yeng, inshaalloh bu shifoi rahmat deb hisoblanar ekan. Va zikr qilinadiki, 30 kun bo'lsa agar bir oyda 29-30 kun bo'lsa, 30 kun ichida aqalli 3 kun asal yegan yoki aqalli 3 kun sarimsoq yegan odamga yuqumli dardlar, uncha jasadida uyg'onadigan dardlar begona bo'ladi deb marhamat qilingan. Asal bilan sarimsoqda kasalliklarni uxlatib qo'yadigan, ya'ni tabiiy holat, bizni tanamizga quvvat ko'tarilgandan keyin kasalliklar o'z-o'zidan uyqu holatiga keladigan shifo xususiyati yashirilgan ekan. Shaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.